Hammaga assalomu alaykum. Ko'pchiliklar yozdi. Zarif menga shunaqa chiroyli kulab ketdi. Настроенияларым ko'tarilib ketdi. Har doim shunaqa menga ko'chalarda gul ko'rsa ham olib keladi. Muhammad Yusuf ham, Zarif ham shunaqa. Tak qizlar, hozir Zarifga obedini berdim. O'zim yana kokteyllarimizni ichaman. Bilmasizlar, hozir Eneldan kokteyl olib ichaman. Уже kim ko'rsatyapti, zo'r tashavasdan deyapti. O'zimga ham sezilyapti. Men qorinlarim baba ikkita tuqqan yurman, qorinlarim bor edi. Qorinlarimdan zo'r ob'yom ketqizyapti. O'zim ishonasizlar, oldin kimdirlar Eneldan ozmaman deb ishonmas edim. O'zim ichib ko'rib, endi hozir mana rezultatini ko'ryapman. Hozir yaqinda bitta opam tug'adilar, farzandli bo'ladilar. Yaqinda Maftun opam tug'dilar, ularga ham aytibman. Chunki umuman bezarardi. Bemalol emizadigan ayollar ham ichsa bo'ladi. Hozir ular ham уже boshlashdi. Xudo xolisa yana bitta opacham tug'salar, ularga ham sразу